Assalomu alaykum parranda ishqibozlari. Mana yana bir katagimiz tayyor bo'ldi. Razmerlari oldi 1.55, yoni 1 metr, balandligi 90. Ikkita don idishi bor, o'rtasidan eshik, gnezdo'lari tashqarida. Ichkaridan kirib, tuxumini tashqaridan oladi. Gnezdosi ham juda katta bo'ldi. Yarim metrga 40 santimetrdan bo'ldi gnezdolar mana. Bu yerdan kirib tuxumini olib mana shu holatda bo'ldi. Faneralari qalin faneradan. Mana oldi fasadiga MDF qoplab qo'ydik setkani ustidan. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xolasa chiroyli qilib beramiz. Bu don idishlari ham chiqadi, olinadi mana. Qish kunida ichkariga qo'ysa ham bo'laveradi mana. Olib qo'yib turib bu narsa ichkariga shunday olib qo'yilsa ichkariga qo'yib qo'ysa turaveradi. Bunisi ham shu mana. Ichkariga qo'yib qo'ysa chiroyli holatda bo'ladi. Oldini to'sib qo'yadi, ayna bilanmi, salafan bilanmi, qish kuniga moslashgan. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar.